boshlandi. Kelib, bunda tanishaveringlar yaqinlarim. Mana 16 etajga birinchi etaj do'konlar bo'ladi. Podvolida parkovkasi bo'ladi. Parkovka kerak emas bo'lsa, mana ko'chada turadigan mana bu yerda stoyankalari ham bo'ladi. Zamonaviy. Hozir orqaga o'tib qurilishni ham ko'rsatib beramiz. Boshlangan qurilishlar o'sha katlavallarni kovlab, podushkalari boshlangan. Mana kelish kerak, zeleniy zonalari bor. Hammasini to'liqroq ma'lumotni kelsanglar mana shu yigitlarimiz, singillarimiz, mana akalarimiz o'tirishdi bu yerda. Kelinglar. Mana kelinglar. O'zbegim uylaridan deb kelishsa 3% chegirma qilib berasizlar. Bo'ldi. Esinglardan chiqib qolmasin, senim yana atilabdan yetishadi kelib. Hozir qurilishlarni ham ko'rsatib beringlar. Davay tez nomerga aloqaga chiqib o'chirib olib qo'yinglar. O'zi ko'p emas, 462 dona. Bu Xurshid To'ray bir kunda sotib tashlaydi. Mana bu yo'llarni ham boshlangan. Mana orqa taraflari o'tlari sotilib bo'lgan, 5-6 ta qolganmi yo'qmi? Mana bu yo'llarini ham tez kunda qurib tashlashadi.